Xayrlik çarşambilar. Bütün dünyadaki barlıq vatan söygen qarindoshlar, Uyg'ur qarindoshlar, Uyg'ur davlatini söygen, millatimiz Uyg'urlarni söygen bütün dünyadaki Uyg'ur qarindoshlar, bugungi chorshanba kuninglar xayrlik bo'lsin. Bugun chislo qancha ketdi? 5-oyning 13-kuni 2026 vatandaşlarımız. YouTube'da dostlarımız barken YouTube'da dostlarımız barken YouTube'ga daral kirgan dostlarımızga bu yerda ismlari hech qanday bir narsa chiqmaydi ekan, Facebook o'xshamaydi vatandaşlar. Ama Facebook'a kirib, şu an hozir yuraklarni berishga boshladi. Kirgan do'stlarga, meni qo'llagan do'stlarga, aqamda turgan do'stlarga ko'pdan ko'p rahmat deyman vatandaşlar. Aile, balaringlar, hem ishlaringlar, salomatliginglar, hem ishlar yaxshi bo'lsin vatandaşlarımız. Vatandaşlar bugün meniki yine azraq so'zlaydigan tim bor vatandaşlarımız. Xabaringlarda bor, Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy qarab turib ushdi. Mening bilishimcha bugün Jungo'ga tushib bo'ldi. Ertadan boshlab rasmiy davlatlik ziyoratni boshlaydi. Menimcha 14-15 2 kun. Bugün mening bilishimcha Amerikaga tushib bo'ldi vatandaşlar. Birinchilab bizning asosiy so'zlaydiganimiz timim aşındaq Trump'niki Xitoy ziyarati va dunyodagi o'zgarishlar degan tim bo'ldi. Uningdan boshqa vatandaşlarımız O'rta Sharqdagi ishlar, buni azroq qo'shib o'tamiz. Ya'ni buni qisqa degan vaqtimizda O'rta Sharq rayonida tunugun Amerikadagi donliq jurnal Wall Coach'ninki matbuotida ko'rsatishicha Arab Birlashma Xalifaligi İran'niki neft o'rinlarini urg'onlik to'g'riliq xabarlar chiqdi vatandaşlarımız. Bu O'rta Sharq rayonidagi yangi bir o'zgarishlar. Mayli qanday qilib bo'lmasin vatandaşlar, İran terror hokimiyati Isroilga emas, eng asosli ziyonni jiqbagaya shu O'rta Sharq rayonidagi Dubay, Qatarliq Arab davlatlarini neft eksport qilgan davlatlarni qattiq urgan vatandaşlarımız. Men o'tgan qatimliq suhbatning o'zida Arab Birlashma Xalifaligi Isroilning bexatarlik mudofaa qurollarini davlatga o'rlashtirishi mumkin, o'rlashtirdi degan gaplarni degan bu xabarning to'g'ri kelgan o'tirdi. Arab Birlashma Xalifaligi Isroilninki Iron Dome qatorliq mudofaa qurollari kirib bo'lgan vatandaşlarımız. Mayli qanday qilib bo'lmasin vatandaşlar, İran bu O'rta Sharq davlatlari qilayotgan askarligining bedelini to'laydi. Hozir Arab Birlashma Xalifaligi uni bomba atgan bo'lsa vatandaşlar, mening bilishimcha kelgusida yana boshqa davlatlarmi uni qo'shildi deb o'ylayman vatandaşlar. Bu shundoq bo'lish kerak. İranniki mayli qanday qilib bo'lmasin, o'zininki qo'shni davlatlari İsrail emas. İsrailmi dunyoda bir davlat bo'lgandek uni xotirjam mangulik xotirjam yashash huquqi bor vatandaşlar. Uni bu hujum qilishning o'zi xato. Ham O'rta Sharqdagi davlatlarga bomba etib, uning neft o'rinlari, iqtisod o'rinlari, sayohat o'rinlarini bombalashning o'zi xatolik vatandaşlarımız. İran o'zi bir mustaqil davlat bo'lgandan İranning ustiga boshqa davlatlar bomba atgan vaqtida o'zi qanday qildi vatandaşlar? İranning bu yerdagi bir xatoligi vatandaşlarımız. Bu xatolikniki bedelini to'laydi deb o'ylayman. Uningdan boshqa vatandaşlarımız, men keyin ko'rsaman, Norvegiyada josuslik voqeasi yuz berdi vatandaşlarımız. Norvegiyaniki shimolda Norvegiyaniki bir raketa qo'yib berish bazasiga yaqindan bir Xitoy deb oldi, bu yerda Xitoylik Jungo fuqarosi deb turib oldi. Uyg'urmi, Xitoymi biz bilmaymiz hozircha. Buni Norvegiyaniki PST deydi, Politik Security Channels'da deydi, saqchi qismlarining alayda atirti, saqchi qism alayda atirti deymizmi? Alayda atrat bostirib kirib bir Xitoy fuqarosini qo'lga olganligini, uning hozir 4 haftagacha uningki jazo muddati bo'yicha 4 hafta turayotganligi to'g'riliq xabarlar tarqaldi. Buni Uyg'ur va yoki Xitoy ekanligini biz bilmaymiz vatandaşlarımız. Hozircha bu vaqtda ma'lumotlar Norvegiya mediasida jiq emas. Uningdan boshqa deydiganimiz vatandaşlar, Angliyada cho'ng o'zgarishlar yuz berdi vatandaşlar. Angliyada saylam o'tkazildi. Saylam jarayonida hozirgi taxtda turayotgan Labour Partiyaning ishchilar partiyasiningki boshlig'i Keir Starmer degan bu yerda qattiq bir mag'lubiyatga uchirdi. Bu Yevropaga nisbatan cho'ng voqea vatandaşlar. Chunki bu Starmerning ishchilar partiyasi hozirgi shu Yevropadagi multikultural deymiz, ko'p millatlar o'ltiraqlashgan, biroz sotsialistik sistemga loyiq bo'lgan,
ko'chmanlarninki bo'lsa ularning haq huquqlarini hammasini hurmat qilamiz deb turib menayotgan partiya hozir taxtdan g'ulab tushdi desanglar bo'ldi vatandosh. Uning o'rniga ya'ni Reform partiyasi deydi, nima deymiz? Reform degan islohot partiyasi deymizmi uninki? Bu yerda burundan tortib shu Angliyaniki Yevropa ittifoqidan chiqib ketishiga cho'ng hassa qo'shgan Nigel Farage. Buni Nigel Farage deymizlar, Nigel Farage demdi aytavr. Ishqi bizgacha Nigel Farage degan uning Reform partiyasi taxtga chiqdi taxtga chiqdi. U partiyaning tubki siyosati qaysi desa, ko'chmanlarga tubdan qarshi hamdi. Ko'chman degan vaqtning o'zida asosliq Yevropadagi ko'chmanlar odatda musulmonlar hisoblanadi vatandoshlarimiz. Ko'chman siyosatiga qarshi, ya'ni Angliyaning ko'chman siyosatiga qarshi, Angliyadagi musulmonlarningki bu Angliya kultur madaniyatiga hech bir zaman mos kelmaydiganligi ham uni qabul qilmaydiganligi, bunga qarshi ekanligi, bunga o'chganligini takrar so'zlab kelayotgan sizlarning tilinglar bo'yicha chiqachaqda radikal hamdi. Shundoq bir partiyaning boshlig'i, lekin bularning til bo'yicha vatanparvar vatandoshlar. Biz boshqa yerdan ko'chman bo'lib kelgan bo'lsaqmi vatandoshlarimiz, ko'chman bizmi ko'chman, ularmi ko'chman, ammo bu yerdagi masala vatandoshlarimiz biz haqni haq rostni rost, yolg'on deyishimiz kerak. Bu yer kelibmi ko'chmanlar, ya'ni musulmonlarning ishlamay yetib olish, oila bolalariga, yerli xalqlarning oila bolalariga hujum qilish, terrorlik harakatlari, undan boshqa Angliyada u yerdagi yerlik musulmonlarningki yahudlarni pichoqlash, bundaq voqealar takror bo'lib o'tdi vatandoshlarimiz. Undan boshqa yana Tuysi TV'ning ko'rsatgan xabarlarda vatandoshlar Angliyadagi musulmonlar Angliyadan hatto shariat qonuni berishni talab qilganmish vatandoshlar. Shariat davlati bo'yicha boshqarishni talab qilganmish vatandoshlarimiz. Amaliyotda shariat davlati degan Afg'onistonga keting desa hech qaysi birisi ketmaydi vatandoshlarimiz. Shariat bilan boshqariladigan Saudiya Arabistonga keting desa hech qaysi birisi ketmaydi. Ammo shunday gap, xalqning davlatiga kelib, hamda xalqning kultur madaniyatiga hamkorlashib, ularga hurmat qilish asosida yashamasdan bizga biz bundaq shariat davlati bo'lgan bo'lsa, shariat qonuni bo'yicha boshqarsa degandek ultimatum talablarni o'tirib qo'ydigan gap vatandoshlarimiz. Bu musulmonlarning xatoligi, shundaq radikal xato siyosatlari Yevropadagi vatandoshlar. Qandoq bo'ladi degan vaqtimizda vatandoshlar, har bir davlatning o'zida, masalan, Norvegiyadan bor chet elliklarga nafrat bilan qaraydigan partiyalar bunda deganlik bu yerda qirib o'ltirishni tashabbus qilmaydi. Bularni to'xtatish, bularning davlatning hozir olib borayotgan siyosatiga qarshi bo'lgan, ko'chmanlarga qarshi bo'lgan partiya bor. Bu Gollandiyadan bor, Germaniyadan bor, har bir davlatda bor vatandoshlar. Musulmonlarning shundoq yerli xalqlarning madaniyat urf-odatga hurmat qilmaslik, shundoq terror faoliyatlari, yerli xalqqa bo'lgan ba'zi o'chmanlik harakatlari, masalan, bu Yevropaning o'zida Yahudlar bo'lsin, qandaq bo'lsin bir davlatning fuqarosi vatandoshlarimiz. Bu fuqarolarga hurmat qilib turib yashash, uning davlat bexatarligini, ular Yahudlar bo'lsin, mayli Uyg'ur bo'lsin, qandaq millat bo'lsin, uning bexatarligini qo'g'dash, u davlatning, Yevropa davlatlarining tubki siyosiy vatandoshlarimiz. Ammo shunday bo'layotgan vaqtimizda bu yerda masalan musulmonlar arablar bilan yahudlar o'tirsida, ya'ni arablar bo'lsin, boshqa musulmonlar bo'lsin, yahudlarni pichoqlash, bundaq voqealar yuz bergandan keyin bu voqealar qandoq bo'ldi degan vaqtimizda Yevropaning o'zida shundaq chet elliklarni yaklaydigan, yo'qolsin, kassin deydigan partiyalarning ovozga erish nisbatiga xuddi Angliyadagi o'xshash, ovozga erishish, ovozning yo'qirilishi, ko'plagan insonlarning shu chet elliklarni yaklash partiyalariga ovoz berishga has qo'shib turdi vatandoshlarimiz. Unda boshqa ish yo'q. Ne Angliyada bo'lsin, ne Yevropada bo'lsin, hech bir shariat davlati, shariat qonuni bo'yicha boshqaradigan ishlarning u qo'lga keltirolmaydi vatandoshlar. Amaliyotda shularni qilayotgan, yana takrorday xato ishi, xato fikrlari, xato harakatlari Yevropadagi chet elliklarni, musulmonlarni yaklash, ularni vaqt kelib qolsa yurtlariga qaytarib o'tish kerak. Ko'chmanlarni qabul qilmaslik kerak degan deb tashviqot olib berayotgan, siyosat qilayotgan partiyalarning taxtga chiqishiga yana ko'p insonlarning u partiyalarni qo'llashga sababchi bo'lgan birdan-bir omil nima desa, shu radikal musulmonlarningki radikal eng eski, eng iflos xatoliklari, siyosatlari, harakatlari, qiliqlari. Ya'ni shu
O'zininki boshqa musulmonlarning Yevropada hozirgidek bexatar yashash sharoitlarini buzayotganlarmi qandoq desanglar, shu radikal islomchilar. Albatta bu radikal islomchilarning bu xato ishlari xalq ko'rdi. Bu yerda har bir ish bu yerda partiya orqali bo'ldi vatandoshlar. Endi bu yerda bu chet elni yaklash partiyalari xalqlarga xuddi Nigel Farage o'xshash so'zlaydi-ki, ko'rdingmi ana? Yahudlarni pichoqlayotdi, xristianlarga o'ch. Sening davlatingni axlat maynat to'ldiryapti. Bu yerda ishlamadi, yetib oldi. Degandek bu yerda tashviqotlarni qilish orqali xalqni uyg'otdi. Bu orqali ovoz jiqlaydi, hokimiyat taxtga chiqdi, u partiya taxtga chiqdi. Shuning bilan ilgirki siyosatlarni musulmonlarga berayotgan keng ko'lamli yaxshi siyosatlarning hammasini asta-asta pichishga boshlaydi. Vaqt kelib qolsa, radikal insonlarni Yevropa davlatlaridan qo'g'lashga boshlaydi. Buningga eng chong pishang bo'layotgani, yordamchi bo'layotgani qaysi degan vaqtimizda yana shu galvon islomchilar vatandoshlarimiz. Ularning xato ishlari. Endi temiz kelsak vatandoshlarimiz, Trump efendim masalan shu Norvegiyada yuz bergan bir josuslik voqeasininki men keyin vaqt bo'lsa azroq bir Norvegiya televiziyasidan tushirib olgan video xabarni men ko'rsatdim vatandoshlarimiz, men keyin ko'rsatay. Yoki bo'lmasa hozir ko'rsatib bu temani o'tapli ketay bo'lmasa vatandoshlar, men avval bir tapay vatandoshlar yana ikkiga bo'lib o'ltirmayli bu fikrlarni. Vatandaşlarımız, ben YouTube'da bu telefonda hamda bu-chu. Tepishim kerak. Tapalırsam ben ko'rsatma, topolmasam keyin ko'rsatma vatandoshlarimiz. Endi bu nerede qoldi? Badaq qildi. Ja. Norveg tilde. Hun bor i området til huset som ble ransaket av PST i går. Huset kjenner godt, for svigerforeldrene hennes bodde der før. Det har vært mye rykter om huset, for det ble solgt for en langt høyere sum enn forventet. Det var veldig høyt, og vi ble veldig overrasket når den ble solgt for det beløpet. Jeg føler ikke at det har vært den prisen, for å si det sånn. Ingen svarte da NRK banket på i dag, og meglerfirmaet som solgte huset har fått munnkurv av PST. Det har vært lite aktivitet og ikke lys i huset på kveldene, så folk lurte på hvem de nye naboene kunne være. Vi vet jo veldig lite om de som har kjøpt huset, vært gått i rykter. Og det har ikke vært noen flyttebil, eller generelt ganske stille der. Den kinesiske kvinnen ble pågrepet på Andøya i går, siktet for medvirkning til spionasje mot Norge. PST har beslaglagt utstyr som de mener var tenkt brukt her på øya. For et av Europas viktigste oppskytingssteder for satellitter ligger nemlig her. Vi må være forberedt hver dag hele tiden, så vi har gode rutiner på sikkerhet, enten det er på cybersiden eller det er på fysisk. Men keyin tarjima qilma vatandoshlar. Så denne saken føler ikke jeg er direkte relatert til oss, men den er i vårt nærmiljø. Er dette en vekker? Ja, definitivt. Vi har jo ventet litt på det, kanskje. Så det er jo på en måte ikke et sjokk. Men det er et sjokk når det er så nærme. Det er det. Pågripelsen gikk stille og redelig for seg. Kvinnen ble pågrepet på Andøya i går, men både hun og det norske registrerte selskapet knyttes til denne boligen på Otta. Det samme gjør 2 andre utenlandske statsborgere som har sittet i saken, men som ennå ikke er pågrepet og trolig oppholder seg i utlandet. Det norske registrerte firmaet er eid av en selskap som er registrert i Singapore. Dette selskapet skal jo da angivelig drive litt grillolje og salg av marine oljeprodukter. Qag'inni mushinchik bosqilar vatandoshlarimiz.
Ben Norvegiyaniki Energo deydigan televiziya kanaliga chiqqan xabarda men televiziyadan tatib aldım. Telefon qilib turib qo'ygan vatandaşlarımız. Degandek bu yerda bu devatidi vatandaşlarımız bir 3-4 kun avval Norvegiyaniki alayda qismlari shu Norvegiyaning shimolida bir oilaliklarga bostirib kirib turib bir ayolni bayatın deganimizdek qo'lga oldi. Bu 4 hafta hozir vaqtimizda bu masalasini aniqlayotdi. Sababi bu yerda Jungoga ishbiyonlik qilish, Norvegiyaga Jungoga ishbiyonlik qilish bilan tutildi deb turib deyotdi vatandaşlarımız. Bu sababi nima ekan desanglar? Sababi nima ekan desanglar, bu yerda hozir uyning egisini bu ayol kishi bir Norvegiyaning shimol qismida bizning Norvegiyaniki bir raketa qo'yib berish bazasi bor ekan vatandaşlar. Raketa qo'yib berish bazasiga nihoyat yaqin bo'lgan yerda bir uy setildi ekan. Setilmoqchi ekan to'q. Bu qo'shnisi deb beryapti hamda bu yerda. Hayron qolgan yerini. Chunki uyninki bahasini masalan Norvegiyada dastlabda bozorga chiqargan bahasini masalan 3 million 200 ming Norvegiya krona, ya'ni 3 million Norvegiya krona degan bo'lsa, bir necha odam baho qo'ydi-ku buningga. Kirgan odamlar baho qo'ygan vaqtingizda bu qat'iy chekinmabdi. Chekinmay, ash bahoni yuqori qo'yib turib, qanchalik yuqorilab ketsa chatoq yo'q, bu uyni olibdi bu yerdan. Şunu bilan buningki og'inni bir gumonliq deb turib qarayotdi. Chunki bu yerda u bahodan bak yuqori yerga esilmaydi Norvegiyada. Bu kishi bu xotin qanday qilibdi degan vaqtingizda shu raketa qo'yib berish bazasiga yaqin bo'lgandan keyin orliq bu yerda rasmga tortishga boshlagan gap vatandaşlar. Shuning bilan buni yo'llagan masalalarni deyotdi. Shuning bilan qo'lg'abdi vatandaşlarimiz. Demak bu yerda nima degan vaqtingizda uyning bahasi qancha yuqori bo'lishi qatori cho'qim olibdi. Demak bu raketa bazasiga yaqin yerdan o'yilib buni kuzatish, ishbiyonlik qilish uchun, buni rasmga tortib, hammasini kuzatlash uchun, ta'qib qilish uchun bu yerda uyning bahasi qancha yuqori bo'lsa-mu, og'anlik masalasini deyotdi vatandaşlarimiz. Buningki tafsilotini keyin oldirmay turib chiqadi vatandaşlar. Buningki nima-nimaga chetishlik, qayoqqa chetishlik, qanday ishlar ekanligini bu yerda ismlardan tortib hammasi chiqadi keyincha vatandaşlarimiz. Hozircha Norvegiyada bu yerda sotsial mediada bo'lsin, davlat o'rinlari bir odam chiqqandan keyin inovat masalasida o'tirib, uni shu jurnallarga choplab, sotsial medialarga taqib bunday ishni qilmaydi vatandaşlarimiz. Keyin zuriyati bo'lgan vaqtning o'zida andin ma kishi mundaq deb rasmlarni jurnallarga berdi, gazetlarga berdi, saqchi qismlari. Endi shu orqali biz bunga erisha olamiz. Hozirgi vaqtning o'zida faqat bir xitoylik ayol Jungoga ishbiyonlik qilish bilan, ya'ni bu raketa qo'yib berish bazasiniki yendan o'yag'an bu ishlarni mana shunday bir ishlarni deyotdi. Ammo bu odatga saqchi qismlari emas, odatga bizda saqchi bo'ldi, yana politik sekretariat degan Norvegiyaning alayda bexatarlik qismlari uyga bostirib kirib qo'lga olgan vatandaşlarimiz. Bu ishlar yuz beryapti vatandaşlar. Endi o'zimizning temasiga kelsak vatandaşlarimiz, bay degandek Trump efendim Xitoy ziyaratiga ertadan boshlaydi, bugun berib bo'ldi vatandaşlarimiz. Trump efendimning qandayroq bag'anligini, xuddi dunyo liderlariga o'xshash. Demisimi o'z dunyo lideri hamdi. Dunyoning lideri hamdi. Amerika degandek dunyo hamdi. Bir dunyoning lideri Amerika, biz aka deymiz-ku endi. Bizning tilimizda Amerika, oxirida aka. Masalan, g'ayratga desa, g'ayrat aka degan o'xshash. Amerika degan gap shu dunyoning aksi deb turib desanglar bo'ldi vatandaşlarimiz. Bu dunyoning aksi Trump efendim bu Xitoy ziyoratini boshladi. Endi Trump efendimning Xitoyga qandayroq tushganligini, dunyo lideridek tushganligini biz bu yerda tasvirlab beramiz. Buningki sotsial mediadan oldim. Trumpningki Jungoga qanday tushganligini men buni undaq bo'ldi tasvirlab o'ltirguncha shu vatanda taqalgan, Jungoda taqalgan TikTokdan boshqalar elib sotsial mediaga qo'yib qo'yibdi. Men YouTube, Facebook'im qo'yib qo'ydim. Ashining o'zidan ko'rayli vatandaşlarimiz. Trump efendim Jungoga qandayroq tushdi. Endi uning keyindan Trumpningki Jungoga ziyorat qilishda nima ishlar bo'ldi, qaysi masalalar temada paranglashidi. Men bu vaqtda o'zimning ko'z qarashimni so'zlayman. Endi biz oxirlashtiramiz vatandaşlarimiz. Anda qo'ygan bo'lsa kattoq. Sun'iy emrak qo'mondonlik bo'lmasi 3 kunda Amerika armiyasining 4 C-17 aeroplani ilgari keyin bo'lib poytaxtimiz Beijing aerodromiga uchib kirdi. Bu
Bu bir odatdagi qo'g'dash kapolati bo'lmasdan, bu Amerika zo'ntining ziyoratga chiqishdan burungi eng qattiq bexatarlik uqtirishi. Aeroplan bo'limi ishga ochilganda, ichiga yuk taqishlanmasdan, balki butun yo'lovchi qo'g'dinish va qo'mondonlik qilish uskunalari, zo'ntining o'qitmas avtomobili, sun'iy emrak qo'mondonlik bo'lmasi, yer shari harbiy qo'mondonlik xabarlash zanjirishmon yo'li, hatto zo'ntining maxsus qon plazmasi operatsiya uskunalarini olib kelgan. Bu septemlar bir kichik tipdagi harbiy bazaga barobar keldi. Ko'rdinglarmi? Bundaqdan masala kelib chiqdi. Jungo aslida yer shariy amalni qo'g'dash iqtidori eng kuchli davlatlardan biri. Amerika havo armiyasi nima uchun yana muddatdan burun bizning bu yerda bargoh qurdi? Amaliyotda Amerika zo'ntining yiroq safarga chiqishida bir yurish po'latdek intizom bor. Mayli qaysi davlatga borsin, munosabat qanchalik yaxshi bo'lsin, zo'ntin o'ltirgan maxsus avtomobil, cho'qim Amerika ziminidan to'shib kelingan avtomobil bo'lishi kerak. Trumpning maxsus o'ltirgan raqami yovvoyi hayvon bo'lgan katlak mashinasi haqiqatan bir ko'chma potay. Onunğa yosh oqizg'ich gaz qo'yib berish uskunasi va istak bombasi hisoblanib qolmay, balki birovning tankiga qarshi raketa bombasini qo'ldan oladi. Mashinaning tayli qismi minaning oldini oladi. Chaqqa etilib ketgan taqdirdami davomli yo'l yurgil bo'ldi. Onundan keyingisi bo'lsa bir qator alayda vazifa ijro qilish idorasining qarranglik SUV mashinasi bo'lib, har biriga elektronlik kashta qilg'ish o'rnatilgan. Maxsus tizimlar bilan kontrol qilingan bombani tusish iqtidori hozirlangan bo'lib, tasodifiy ahvolga yo'liqqanda bu avtomobillar tezlikda bir ko'chma mudofaa temasini qila oladi. Haqiqiy yadrosi shifrlashtirilgan sun'iy emrak qo'mondonlik bo'limisi har qanday sohibxon davlatdan xabarlash ulu asosini aylanib o'tib, zo'ntining mehmonxona yotqidilar. Zo'ntining mehmonxona yotqidilar. 5 burchakli binoning yer shariy axborot urush qo'mondonlik to'g'riga bevosita uliya oladi. Bu bir yurish jabduqning butun jarayonini alayda vazifa ijro qilish idorasi qattiq boshqardi. Hech kim chaqirsa bo'lmaydi. Bundan boshqa bu qatim Trump bioximiyalik mudofaalash, razvedka qilish o'lchash uskunalari, zo'ntin maxsus ishiltirilgan qon plazmasi hamda operatsiya saylovlarini yo'tkab kelgan bo'lib, nihoyat aniqki Trump o'zining bexatarligida ansirgan. Qandaqsa bo'lmasin, 10 kun ilgari Amerika Aqsaray muxbirlari kechki ziyoftada zo'ntinni o'q tutish voqeasi yuz bergan. Lekin masala shuki, davlatimiz yer sharidagi amalni qo'g'dash iqtidori eng kuchli davlatlarning biri bo'lish sifati bilan nima uchun Amerika armiyasi yana bunday mubolag'alashtirilgan alayda qo'g'dash tartibini o'rtaga chiqardi? 10 sekundlik yaxshi gapimdan keyin mazmunning davomini olg'aysiz. Yosh Trump Beijingga kelmay turibdi. Mana ko'rdinglar vatandaşlarımız, biz demedik, Jungo'da taqalgan mustamlik Uyg'uristondagi Uyg'urlarning TikTok boshqaga taqalgan xabar bo'lsa kerak. Men sotsial mediadan oldim. Trump apandi mana shunday G'oyasir 3 kargo uçak aeroplani bilan harbiy aslahalar bilan boy deganning o'zida bir moyatda kichiktilgan Amerikaning Pentagonni ko'chirib bordigan gapga vatandaşlarımız. Kichiktilgan bir Pentagonni 5 burchak binoni ko'chirib olib bordigan gapga hamdi. O'sha yerda o'tirib vaqt kelib qolsa Eron urushiga yana qo'mondonlik qilaverdi ekan, mana gapga vatandaşlarımız. Amerikaningki ziyorati buldaq bo'ldi ekan vatandaşlarımız. Haqiqatan men ilgirki sezdigan chaqdan o'zdimi, men Amerika prezidenti Trumpni bu qatim bir g'oyat zo'r dunyo lideri sifatida Jungo'ga bodi deb turib o'ylayman vatandaşlarımız. Bunda bo'lishdagi sababimiz vatandaşlarımız xabaringlarda bor. Bu yerda boshqa dunyoda mayli islomchilar bo'lsin, mayli kommunistlar bo'lsin, mayli Yevropadagi sotsial solchilar bo'lsin, bu yerda Amerikaning inovatini tushirishga bu yerda sotsial mediada g'oyat zo'r harakat qilayotganligini biz ko'ryapmiz vatandaşlarımız. 8-10 yildan birisi Amerika mag'lub bo'ldi, Amerika cho'kdi, Amerika ichidan parchalanib ketdi degan gaplarni hala bugunga qadar o'tirib shu yolg'on tashviqotlarni olib beryapti vatandaşlarımız. Endi shunga bu yerda Trumpmi qanday qilib bo'lmasin, bu yerda o'zining g'oyasir kuchi bilan, ya'ni kichiktilgan Pentagon harbiy aslahalar, qurol-yarog'lardan tortib, o'zining hammasiniki dunyoda qaysi knopkani bosib bo'ladigan knopkalardan tortib hammasini eplab olgan gap vatandaşlarımız. Berib o'shaning o'zida endi bundaq dunyo lideri sifatida bu yerga tushadigan gap. Xabaringlarda bor vatandaşlarımız, dunyoda hozirgi bugungi kunning o'zida Amerika birinchi super kuch, ikkinchisini Xitoy deb turib qoladi vatandaşlarımız. Xitoy deb. Men mushning o'zining bek ko'p turib etilgan, ya'ni dunyodagi islomchilar, kommunistlar va Yevropadagi solchilar tarafidan ko'ptirib etilgan bir qum deb turib qarayman vatandaşlarımız. Xitoyni dunyodagi ikkinchi super kuch, menchi Xitoy ikkinchi super kuch bo'lishga loyiq emas ekanligini mana bugun Trumpningki Xitoyga berish ziyoratidagi bu ishidan bo'lsa, yana birisi biz azroq keyniga qarasak vatandaşlarımız. Keyniga qarab turib dunyo siyosatiga qaraydi. Dünya siyasete qaraylı vatandaşlarımız.
Dünya siyosatiga qarasak vatandaşlarımız, Cumhur'un hakikaten süper güç degan bo'lsa, masalan, Amerika 3-4 ay avval, 5-6 ay avval Venezuela'nın bir prezidenti, bir davlatning prezidentini yotgan uydan akatdi. Bu yerda biz Cumhur süper güchmi, Amerika mı deganga selishtirma qilmaymiz vatandaşlarımız. Venezuela degan davlatning prezidentini bir kunning o'zida, ya'ni 45 minutning ichida Amerikaga ketdi. Bugun jazolarga turmida u. Venezuela qandaq davlat desa, Venezuela o'zining butun neft xom ashyolarining %99%ni Xitoyga o'tdili beradigan, xuddi kaynini bergandek beradigan davlatdir. Hatto Venezuela prezidenti shu 45 minutcha tutilib ketishdan bir soat burun Cumhur'ninki Venezuela'dagi elchixonalar hatto rasmga tushishgan vatandaşlar. Hakikaten Cumhur süper güç bo'lgan bo'lsa, o'ziga xom ashyolarni topib, hamma narsani, hadi sing'illarini bergandek berayotgan, nimda qandaq bo'lgan bo'lsa, Venezuela prezidentini qutqizib qolamadi va yoki Venezuela'ning kelajagiga doir hech qandaq bir aktiv siyosatini nimda olib boramadi. Shu nuqtadan vatandaşlarımız, men bu solchilarninki, kommunistlar, musulmonlarning Xitoy super kuch bo'ladi, super kuch degan so'zlarga ishonmaydigan bo'lib qoldim vatandaşlar. Ilgari so'zlar emas, ishni qolgandim rostdan. Bu bir. Ikki. Trump efendim bu yerda Iran bilan bo'lgan urushni boshladi. Hozir 3-chi, mening bilishimcha bugun 80-chi kuniga qadam qo'ydi. Ya'ni 80 kun bo'ldi vatandaşlarımız. Iran bilan bo'lgan harbiy harakat urushniki. Endi İran degan bir davlat, vatandaşlar, İran bir degan davlat o'zining 80% neftlarning hammasini o'dil Xitoyga berdi. Xuddi Venezuelaga o'xshash. Hatto Xitoyning yuaniga berdi. Vaqt kelib qolsa, xamashaga tegishadigan davlat. Bugun Trump efendim beshida İran o'z atdi Hormuz bo'g'zini 4 bo'lgan ekan. Andaq teshidi qo'shib o'tirib Amerika yetib qo'ydi u yana. Mundaqcha aytgan chaqda O'rta Sharqdagi butun davlatlarning neftning tashqi dunyoga eqish yo'lini, ya'ni Iran neftining kam degan chaqda 80% değil. O'rta Sharq neftining kam degan chaqda 20-30% ni oldiga yo'lni Trump efendim yetib qo'ydi. Buningga 80 kungacha super kuch degan Xitoy hech qanday harakat qilolmadi bugun. Trump bu yerda bir taktik qo'llandi. Trump efendim, bu menga ziyonliq emas. İrandan bizning oldigan hech qanday xomashyo neftimiz yo'q. Mao o'zining xalqini qirayotgan Yajuj Majujlar endi seningmi oshnaningni kesdigan yo'lni aytyapti. Buni harakat qildi. Ne Xitoy harakat qilmadi, ne Yevropa harakat qilmadi. Demak, bu yerda harakat qilmaslikning o'zi vatandaşlarımız. Bu yerda Amerikaning xato yo'lga kirib qolganligi emas. Bu meselesini yeyişidiganga hech qanday bir kuch iqtidorining yo'q ekanligini, ya'ni dunyoda liderlik o'rnining yo'q ekanligini ko'rsatib vatandaşlarımız. Agar u dunyoda liderlik o'rni bo'lgan bo'lsa, masalan Cumhurning Venezuelada hokimiyatni saqlab qolgan va undan keyin bir qarshi partiyalarni taxtga chiqarish orqali bo'lsa, masalan, o'zining manfaatini qo'g'daydigan bir hokimiyatni shakllantirgan bo'lsa, hala buni qilolmadi. Endi bugun Ironda bir 3-chi avlod mollalarning hammasi etib o'ltirildi. Hozirning o'zida bir hokimiyat bormi, yo'qmi siz buni bilmaysiz. Birining deyotgan so'ziga bir qarshi, birining deyotgan bir so'ziga bir qarshi, bu yerda bir Eronda bir shakl jihatdan bir hokimiyat sistemasi bor. Buni islomchilar, kommunistlar dunyosi kuchab tashviq qilyotdi. Voy Eron hokimiyatini yiqitammi deya Amerika. Men bo'lsam Eron hokimiyatining qog'alarini yiqitmayman. Amerika to'p-to'g'ri ishni qilyotdi. Endi bu yerda xulos gapimiz kelsak, O'rta Sharqdan oldigan 20-30% yo'l etildi Amerikaning qo'lida. Hormuz bo'g'zi Iranning butun neft eksportining hammasi xomashyo eksporti Amerikaning qo'lida. Buningga 80 kundan birsi Xitoy hech qanday harakat qilolmadi. Demak, bu yerda buningmi dunyoda ikkinchi super kuch degan gapning o'zida bir yolg'on deydigan nuqtani men bugun qo'yaman. Bundan keyin masalan İran masalasida bir masalani hal qila olam degan chaqda hal qila olmaydi Xitoy vatandaşlar. Bugun bu yerda 3-chidan vatandaşlarimiz Xitoyning super kuch emasligidagi 3-chi nuqta qaysi degan chaqda Tayvan masalasi vatandaşlarimiz. Tayvanni olaman deyotgan 80 yildan oshib ketdi. Masalan 1949 bo'lgan bo'lsa, 49dan tortib hozir qadar necha yil endi. Hisoblab beqing vatandaşlarimiz.
70-80 yıldan birisi Tayvan'ı alaman dedi. Ta hazır kadar Tayvan'ı alamay oturdu. Bu qandaqsı bu süper güç? Qaysi yalğancılarning tashviq etgan süper gücü men bilib bo'lamadim vatandaşlarımız. Shuning uchun men Junguni Xitoyni dunyodagi ikkinchi super güç. Ikkinchi super güç bo'lish uchun Amerikada okeandan bu okeanga o'qitadan bu qit'aga boradigan bir harbiy qurol yaroqlaring bo'lish kerak. Bir davlatning ichki qismiga mushaq mudohala qila oladigan Amerika prezidenti ep ketsa, keyinda o'tirib bir qarshi partiyalarni u davlatni taxtga chiqarib oladigan bir qurilma bo'lish kerak. Qandaqsi bu o'tirib dunyodagi ikkinchi super güç? Menimcha bu yolg'on vatandaşlarımız. Endi bu yerda Trump efendim her daim so'zlaydigan bir so'z bor. Sen bir davlat bilan suhbat o'tkazish uchun seningda o'tirib mustahkam bir kuzur bo'lish kerak deb shunday deydi. Kuzur bo'lish kerak degan gapni doim takrorlaydi vatandoshlar. To'g'ri. Jungoga masalan ikkisining o'rtasida bir adolatlik, masalan Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdoni dunyo hozir 500 milliard atrofida deb o'tirib, Xitoyning Amerikaga sotadigan mollarini 500 milliard bo'lgan bo'lsa, Amerikaninki Xitoyga sotadigan mali taxmini 250 milliarddan yarım atrofida. Bu yerda savdoda pas balans bor. Buni Amerika hukumatı masalan Xitoyning pulini kontrol qilish, har turli kontrol qilish siyosatlari tufayli buni echibat degan gaplarni dedi. Xitoy buni angladimi? Anglamadi hech qanday narsani. Demak, bu yerda anglamaganlikning o'zi nima degan chaqda Xitoy bu yerda o'zining kuzurini qo'llandi. Burunda qaysi kuzurdi? Masalan, Uyg'uristondan chiqadigan nodir metallar. Nadir metal xam eşyaları. Xam eşyalarını Amerika, Avrupaga setish orqali bularning raketa har turli ishlarda, ya'ni bugungi aqliy iqtidorli narsalarning hammasi ishlatiladigan nozik metallar, ya'ni nadir metallar Xitoylarning junguni qo'l dedi. Buni ko'zir qilgan dedi vatandoshlarimiz. Buni bermayman. Bermisan qanday qilsa degan gaplarni dedi. Lekin u Xitoyning bu yerda deyotgani Amerikaga, Avrupaga savdo qilmay o'ltirib, uni kesib etishning mumkinchiligi yo'q vatandoshlarimiz. Chunki Xitoy masalan Amerika bilan bo'lgan savdoni 500 milliardlik savdoni o'tirib, yo'q, men sen bilan savdo qilmayman desa o'zi cho'kidi. Yevropa bilan o'tirib qilgan 500 milliard savdo bo'lgan bo'lsa, buni qilmayman desa o'zi cho'kidi. Ammo bu yerda eng muhim bo'lgan narsa ehtiyojli bo'lgan Amerika, Yevropaga nodir metallarni sotmayman deb o'tirib, bularga bir kuzurni qo'llayapti. Endi Amerikaning qo'lida qaysi kuzurlar, Trumpning efendimning qo'lida qaysi kuzurlar bo'ldi degan chaqda. Venezuelaning nefti. Venezuela bir kuzur. İran Hormuz bo'g'zi taqaldi. Bu ikkinchi kuzur. 3 Tayvan masalasi eng muhim bo'lgan chaqda. Tayvanga qanchalik qurollarni setayotganligini Trump efendim o'z deyotdi. Biden davrida bir hassa qurol sotgan bo'lsa, biz hozir 3 hassiga chiqardik deb shunday deydi. Tayvanga qurol sotma deydi bu yerda. Trump efendim bilan o'tkazgan suhbatning eng asosli temasini vatandoshlarimiz o kelishim, bu kelishim imzolanmamdı bunu bilmaymiz. Bugungi dunyoning o'zida davlat tijorat qilmaydigan sistema bo'lmaydi vatandoshlarimiz. Ammo bu yerda mening bilishimcha Amerika hukumati bugungi Trump dunyo lideri sifatida Xitoyga tushib, o'zining qo'lidagi barliq ko'zirlarni jungoning oldiga tashlaydi. Venezuelaning neftini andaq bo'lsa kassam qanday qilaman deb shunday deydi. İran'da Hormuz bo'g'izini ochmasam qanday qilsan deb shunday deydi. Tayvanga qurollarni setib bersam qanday qilsan deb shunday deydi. Bu yerda jungo degan sizlar, kommunistlar, islomchilar, solchilar dunyosi maqtayotgan Xitoy andaq bo'lsa qanday qilish kerak? Bu yerda nodir metallarni bermayman deyish mumkin. Nodir metallarni bermayman desa hozir Yaponiyami nodir metallar bazasini bayqab bo'ldi. Norvegiyami nodir metallar bazasini bayqab bo'ldi. Amerikami bu vaqtda o'tirib kaskin harakat qilyapti. Masalan, Pokiston bilan hamkorlashyapti. Nodir metal masalasini bularda texnika bor, bular hal qila oladi vatandoshlarimiz. Uni anda bo'lsa ko'tangi qis degan desa qanday qildi? Bu yerda vatandoshlarimiz Xitoyning moyat etgan chaqda cho'ng bir ko'zirlari qomidi. Shuning uchun bu yerda bugun Trump efendimmi bir dunyo lideri sifatida o'tirg'i tushib, mana mushundaq masalalar kelgan chaqda andaq bo'lsa ikki davlat o'tirishidagi bu yerda pas balansini tugitimiz. Sizmi andaq bo'lgan bo'lsa, ma ishlar kelgan chaqda yo'l qo'ysiz. Tabiiyki inson huquq masalasi chiqadi u. Amerikadan masalan oldigan harbiy yo'lovchilar aeroplani bo'lsin, Amerikadan oldigan masalan nayt ko'p bug'doyini, qo'noqni Amerikadan oldi. Masalan, qo'noq bo'lsin, yezigilik mahsulotlar bo'lsin, vaqt kelib qolsa, neft bo'lsin. Mushu narsalarni anda bo'lgan bo'lsa, bizdan olasiz deb o'tirib, Xitoyni so'mirdigan gap vatandoshlarimiz.
Xitoyni sömürdi, Xitoyni o'tib ko'laydigan gap. Mana bu haqiqiy real urush vatandaşlarımız. Tabii ikki davlat o'rtasida bu yerda Amerikaning qo'ygan jazosi bor. Masalan, Eronga yordam bergan shirkatlar bo'lsin, Uyg'ur majbur emgaki chetishlik shirkatlar bo'lsin, Amerika jazo o'tirib qo'ygan. Bu yerda tarif masalasi bor. Bu masalaga kelgan chaqdimi, Xitoy hukumati qanday qildi degan vaqtning o'zida mushuni ko'tarib o'tishni talab qildi vatandaşlarımız. Andaqda reallikni aytgan vaqtning o'zida eng chong huzur bugun Xitoyning qo'lida ekanmi, Amerikaning qo'lida ekanmi vatandaşlar. Ha, bu yerda desak o'tirib Hormuz bo'g'ozining dunyodagi fatvolari chiqadi. Hozirgi paranglarda dunyoda ochlik krizisi kelib chiqadi, chiqadi, chiqadi. Amerika ayirjisi Iran inqilob qo'mondonligini yiqitolmadi, urush qilib ketib qoldi, chekindi falan. Hey, biz yuqorida deb o'tdik, Amerikaning O'rta Sharq rayonidan oldi qancha uzun taqilishi, men ilgirki suhbatlardan qancha uzun taqilishi biz Uyg'urlarga foydali degan gapni deb keldim vatandaşlarımız. Qanday foydali degan vaqtning o'zida siz o'ylab beqing, odatda zarrachilik aqli odam bilalaydi. O'rta Sharq rayonida oldigan neftning kam degan chaqning o'zida 20-30% xomashyoning itilsa, Eronning Jungoga oqtirgan neftning 20% itilsa, qanday bo'ldi? Ziyon kimga bu yerda? Hey, aqlinglar bo'lsa, zarrachilik aqlinglar bo'lsa, mushu dunyodagi saranglarni tashviqot o'ylab beqinglar. Ziyon kimga? Ziyon bu yerda eng cho'ng ziyon Xitoyga bo'ladi vatandaşlarımız. Hozir dunyo analizchilari deyotdi. Mushu Hormuz bo'g'ozi qancha uzun itilsa, masalan, 1,5 yilda itilsa, Jungoning kelar yillik umumiy GDP'si 2% atrofida qisqaradi, 2%, eng oz bo'lgancha 2% ta'sir qildi deb o'ylaydi vatandaş. Ta'sir qildi deb shuni deydi. Ya'ni 2% minusga qarab mangadi degan gap vatandaşlar. Chunki Venezueladan oldigan O'rta Sharq rayonining bekoni o'tidagi azon neft sen kesilsa, sen boshqa yerdan qimmat olishga majbur bo'lsa. Yani bu yerda Rosning nefti bor. Rosning Xitoyga setib yetarlik neft yo'q. Amerikadan olishga majbur bo'ldi. Shu neftning o'zini. Amerikadan olgan vaqtingizda ko'k qog'ozni sanab turib oladi. Eronga o'xshash bekorlik darajada olmaydi. Bu nima bo'ldi degan vaqtingizda hozir dunyodagi analizlar deyotdi. Jungoning asliki hozirgi GDP'sini davlatning umumiy ishlab chiqarish qimmatini masalan 4.5% deb turib oldi. Degan bo'lsa, bu o'tirib yana kam degan chaqda 1,5% dan 2% gacha minus holat qarab turib mangadi deb shunday deydi. Bu kimga ziyon degan vaqtimizda shu dunyo maqtayotgan super kuch Jungoga ziyon vatandaşlarimiz, Xitoyga ziyon. O Eron mollarining taxt turish tumasligi o 1000 yillik ish. O bir saranglar qoladi u yerda. Eron mollarining qoldiqlarining, aşı saranglarning qancha uzun taxt qilishi to'xtamasdan saranglarcha yana Kuvaytga, Arab Birlashma Xaliflikka, qator davlatlarga bombalab turishi Hormuz bo'g'ozining mangulik vaqtga qolsa etilishiga sababchi bo'ldi vatandaşlarimiz. Bu yeni berib kimga foydali degan vaqtning o'zida vatandaşlarimiz ilgari biz deb ko'rayotgan Hindiston, Arab Birlashma Xalifligi Isroilga foydali. Hozir ham bu yerda ilgirki suhbatlarimizda deb bo'ldik, alternativ ikkinchi bir ipak yo'li, Sod yo'li shakllanyapti. Hindiston men ilgari takror dedim buni. Hindiston Arab Birlashma Xalifligi O'rta Sharqni o'z ichiga olgan, Isroilni tutash, Isroilga yetib, Isroildan Gersiyadan Yevropaga, Afrikaga taqaydigan bu yerda bir ikkinchi bir ipak yo'lining shakllanishiga eng cho'ng foyda yetkazgan qaysi deganchada mushu sarang Eron mollari foyda yetkazdi. Eng cho'ng ziyonni tortadigan qaysi degan vaqtimizda Eron ziyon tortadi, ikkinchidan Jungo ziyon tortadi. Hozir Hindistonniki bosh ministri Modi O'rta Sharq Isroil davlatlarini ziyorat qilyapti. Bizga degan fursatlarimiz keldi deyapti vatandaşlar. Men bo'lsam, Hindistonni o'rnida bo'lsam, Isroilning o'rnida bo'lsam, Arab Birlashma Birliklarining o'rnida bo'lsam, Hormuz bo'g'ozi etilib qolsa qanday qildi? Sod yo'li bu yerda o'tirib o'zgardi. Hormuz bo'g'ozidan o'tmaydi. Bu vaqtda Sod yo'li boy degandek neft, xomashyo qatorliqlarning hammalari Isroilga tushib, Isroil orqali, ya'ni Hindistondan boshlangandayli Hindistondan O'rta Sharq rayoniga, O'rta Sharqdan Isroil shu yerda mushlarni markaz qilib turib, oxirgi Gersiyadan Yevropa boshqa davlatlarga taqaydigan bir
savdo yo'li shakllandi. Ya'ni u O'rta Sharqning neft, gaz qatorliqlarda baribir tashqi dunyoga setish kerak. Biz ilgirki suhbatimizda dedik buni, setish kerak. Sotmasa o'ladi u arab saranglar. Besh pishlab kelgan saranglar o'ladi. Ham bu yerdan oshliq, yemak-ichmak qatorliqni import qilish kerak. Bu yo'l echilish kerak. Ham bu Hormuz bo'g'izini Eron mo'llari etib bersa kimga foydali bo'ldi degan vaqtimizda, ana men mening dushmanim degan shularga foydali bo'ldi. Arab Birlashma Xalifaligi, Saudiya, Isroil qatorliqlarga foyda bo'ldi. Hindiston qatorliqlarning ikkinchi savdo yo'lini echishga foyda bo'ldi vatandoshlarimiz. Zaten harakat kelib bo'ldi ular. Shuning uchun men deyman vatandoshlarimiz, mushu Jungo super kuchib ketdi desam o'tirib men ishonmaydigan bo'ldim bu saranglarning tashviqotiga. Yolg'onini so'zlaydi ekan. Bu Eronni mag'lub qilamidi? Eron hokimiyatini tushiramidi? Eron degan ondoq bomba etyotdi, mundoq kuchli holat turyotdi deb tashviq qilib o'tirib men kulib hayron qoldim. Mushhaq nima vazifa bilan so'zlaydiganda, nima aldamchilikni qildiganda, nima yolg'onchilikni qildiganda bularni deb turib hayron qoldigan bo'ldim vatandoshlarimiz. Meningcha bu vaqtimizda Hormuz bo'g'zi shunday taqoqli turaversa, vatandoshlarimiz bir 2 yil Jungoning GDP'si har yilga 2%, 1,5% va 1,5% deb qo'yaylik endi. Biz haqiqiy deyotgan gapimizda 1,5 2% gacha bu yerda minus qarab turibmiz. Tabiiy o'tirib minus qarab turibmiz. Bu kim uchun ziyonliq? Jungo uchun ziyonliq. Kim uchun foydali? Hindiston, Arab Birlashma Xalifaligi, Isroil va Yevropa uchun foydali. Ya'ni kim uchun foydali degan vaqtimizda Amerika uchun foydali. Qanday? Amerikaning neft zapaslari o Saudiya Arabistonidan koni muqam qoldi u. Amerikaning neft zapasi Saudiya Arabistonikidan yo'q. Amerika etmadi. Bu yerda Jungo ishlatgan vaqtimizda bekorlikning o'rnida oldigan neft falan to'kinlar yo'q vatandoshlarimiz. Qolmaydi endi. Shuning uchun men deyman, Hormuz bo'g'zi mangulik itilib qolsin. Eronning aşı boshqalar maqtayotgan sarang mo'llarining qoldiqlari u yoqqa bu yoqqa bombani doim atayversin. Hozir Hormuz bo'g'zi qanday desanglar, Eron masalan Shimoliy Janubiy Koreyaning bir neft paraxotini bombalayapti. Eron ichidikini tashqariga chiqarmaydi. Amerika tashqaridikini ichiga kirgizmaydi. Hozir qo'sh ko'rik shaharda itildi-da u yer. Amerika ichayotgan taqdiringizda Eron oshmaydigan gap ya'ni. Vaqt kelib qolsa hozirgi vaqtimizda Eron ichayotsa Amerika oshmaydigandek ko'rindi vatandoshlarimiz. Chunki bu bir Xitoyga foydali bo'ldi. Men bo'lsam o'tirib oshmayman. Jungo bilan Amerika savdo jihatlarda bir-birini savdo jihatda urush qilayotgan bo'lsa, men Amerikaning o'rnida bo'lsam o'tirib yillar oshmayman-da uni. Yillarcha oshmayman uni. Bu yerda hozir neftning bahosi g'oyat zo'r o'rlab ketadi. Neftning bahosi g'oyat zo'r. Voy o'rlaydi. Amerika o'zining neftini, Amerika o'zining xalqaro to'kma qilib sotadi. Hozir faqatla Amerikaga bo'lgan o'shmanlik tufaylidan ash O'rta Sharqning neftini aniqlayapti. O'rta Sharqni etib oldi. O'rta Sharqning neftiga yetkazsa dunyo anda qolib ketadi. Neftning bahosi 200-300 dollarga chiqib ketadi. Ochliqning girdoviga kirdi falan to'kin degan butun yolg'on tashviqotlar bilan sotsial mediani to'shtirish orqali Amerikani mush Hormuz bo'g'zidan chekindirishga majburlayapti hozir. Bu yana kimning tashviqotini qilyapti degan chiqdi, yana Xitoyning tashviqotini qilyotgan medialar vatandoshlar. Amerikani mush xalqaro ko't gaplar orqali bu yana besimni ishiltib chekindirib chiqarib bu yo'l echilgan vaqtimizda kimni saqlab qoldi degan chiqdi, yana Jungoning aslidagi yuan bilan oldigan bu o'rni saqlab qolgan vatandoshlarimiz. Bu ochliq kirisiga giribtor bo'lib ketdi. Bu yolg'on gap, dunyo bo'yicha eng chong ochliq ishlab chiqargan yana Amerika vatandoshlarimiz. Faqat bu yerda Amerikaning ustidagi g'ayvat, ko't yolg'on gaplarni g'ijinlash, varanglash, buni qotirib chiqarishni to'xtatib Amerikadan asli bo'ladigan gap. Bu ish mushundaq vatandoshlarimiz. Andaqda xo'sh kelaylik. Trump efendim bu yoqqa borgan vaqtning o'zida Xi Jinpingning oldiga mushunda qarab o'ltirdi vatandoshlarimiz. Eng chong ko'zirlarni ko'tarib bordi. Boy degandek Venezuela eng chong ko'zirdan. Qog'ini qo'yib turaylik endi. Qog'ini ushaq tushak. O balikim bor. Venezuela, Eron, Tayvan eng chong 3 ko'zirni ko'tarib bordi vatandoshlarimiz.
Jungoning ichi qo'lda qaysi ko'zir bor degan vaqtingizda bu yoqqa nodir metallar ko'zirlarini o'tirib qo'yib, uni sotmayman, buni sotmayman desa Amerika o'tirdi. Buni tep bo'ldik biz. Ishlab chiqarishga kirishtiradigan ba'zilarning hamyalarini harakatga kelib qoldik. Ba'misiniz anda qo'ygan biz qaryo'llar bilan bir qimmatroq ep turayli deb o'tirib deysiz-chi. Bu yerda eng cho'ng vatandoshlar qo'lida bugun ko'zirsiz qolib qolgan bu yerda Xitoy, ya'ni Jungo qolib qoldi vatandoshlarimiz. Shuning uchun men qolgan orqa ko'rinishlarda qancha milliardlik savdolar bo'ldi. Qilsin vatandoshlarimiz. Mening deydiganim qilish kerak. Bu yerda Amerikalar ziyon tortadigan, Xitoy foydalangan siyosatdan bu yerda bir to'g'ri balansiga bos kelish kerak vatandoshlarimiz. Kelgan vaqtning o'zida endin bu yerda Xitoyning yanchig'imi jiqlab mangadigan ishlardan ozlab mangadigan ishlarga kirdi vatandoshlarimiz. Dunyoda sizlar yodinglarda bo'lsin vatandoshlarimiz. Bugungi dunyodagi urush u birinchi dunyo, ikkinchi dunyo urushdagi urush o'xshamaydi vatandoshlar. U ilgirki urushlarning o'zida, masalan, birinchi dunyo urushida g'oyatdir odam kuchi, texnika asosli omil bo'lgan bo'lsa vatandoshlarimiz, ikkinchi dunyo urushida odam kuchi, texnik omil bo'lgan bo'lsa, uchinchi dunyo urushi, ya'ni bugungi urushning o'zida vatandoshlar, texnik omildan boshqa, atomdan boshqa eng kuchli bo'lgan iqtisod vatandoshlarimiz pul. Pul urushi, pul vatandoshlar. Bugun bir davlatning iqtisodi to'liq quruqlanib qolgan vaqtning o'zida vatandoshlarimiz, u davlat xalqi hokimiyatga isyon qiladi vatandoshlarimiz. U tabiiyki boshqa bir kuchni chiqadi. Yanchig'i to'liq quruqlanib qolgan ahvol ostining o'zida men boshqa bir davlatlarga o'zining qo'lida bor atom qurolini ishlatish orqali bu yerda o'zining asli kuch, dunyodagi kuch siyosatini asli keltirolmaydi vatandoshlarimiz. Muhim bo'lgan narsa yodinglarda bo'lsin. Bugungi dunyoda eng muhim bo'lgan narsa mana money deydigan pul degan narsa bo'lish kerak vatandoshlarimiz. Iqtisod qanchalik jiq bo'lgan vaqtingizda u davlatlar hammani qila oladi. Pul jiq bo'lgan vaqtida hammani qila oladi. Boshqa yoqqa gapmi o'tadi, uning atrofida shaykinlarim bo'ldi, hammasi bo'ldi. Pul bo'lmagan vaqtingizda u davlatlar savdo qiladiganlar bo'lmaydi, hammasi jiroqlashadi, u davlat yakkigona yolg'iz qoladi vatandoshlar. Shuning bu yerda mening Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi buning boshlanishi savdo urushi, ya'ni pul urushi. Xalqarada buni trade war deb ataydi vatandoshlarimiz. Shuning Amerika menchi bo'lgan vaqtimizda Xitoy bilan trillion dollarlik tabiiyki Uyg'ur masalasini tilga olsin, elishni umid qilaman vatandoshlarimiz. Izlagan Uyg'ur xalqiningki Tibetlar bo'lsin, boshqalar bo'lsin, elishni umid qilaman. Muhim bo'lgani bu yerda Amerikamiz ziyon tortib bermay, Xitoydan trilliard dollarlik to'xtam kelishimlarni tuzib, Xitoyning yanchig'idagi pulni elish kerak vatandoshlar. U Xitoyning puldagi kuch ozliga vaqtingizda har qanday qadam kuchsiz bo'lg'achada, pulsiz bo'lgan vaqtingizda yo'l vositami tulki mijoz qilgan ehtiyoj deydigan bir gap bor-ya. Yo'l vositami tulki mijoz qilgan ehtiyoj degan ehtiyoj kelgan chaqda har qanday bir inson boshqalarni tushunishida gap anglaydi vatandoshlar. Shuning bu yerda berib Amerika bilan Jungo o'rtasida trilliard dollarlik kelishimlarni imzolab, Xitoy Amerikadan milliard dollarlik ochliq oldigan bo'lsa, milliard dollarlik Amerikadan ilg'or tipli aeroplan, yo'lovchilar aeroplanini oldigan bo'lsa va yoki ilg'or tipli boshqa narsalarni Amerikadan oldigan kelishimni tuzgan vaqtimizda haliqi sotsial medialarga chiqib kommunistlarning, islomchilarning, haliqi solchilarning tashviqotiga "Voy, ko'rdingmi Amerika degan mana hammasiga monopol, mana Xitoy bilan tijoratni boshlab ketdi" deganlarning gapining davatqining to'g'ri xatoligini bayqishingizga foydasi bor vatandoshlarimiz. Bir davlatning yanada bor dollarning hammasini sug'urib ochib ketgan vaqtning o'zida endi u davlat tushishga boshlaydi vatandoshlar. Yiqilishga boshlaydi, gap anglashga boshlaydi vatandoshlar. Dal bugun Trump hokimiyatining taxtga chiqqandan keyin trade war, savdo urushi degan urushni boshlatishning o'zi naq Xitoyning yanchig'idagi butun dollarni quritib o'tish urushi deb turib o'ylayman. Buning tipik misollari uningki biz ilgirki suhbatlarimiz degan Xitoyning Xitoy ikki qo'li bo'lgan bo'lsa, birisi Venezuela, yana birisi Eron degan to'q. Endi ikki qo'li kesilgan vaqtning o'zida
nem bo'lar ki vatandaşlarımız? Şu Amerika mı bu yer kelgan vaqtingizda Xitoylarning uchadigan qo'riq qanotlarining hammasini, ichki qo'llarning hammasini kesib, hamda Trampning oldiga tushdi. Qanday qilsangiz deb. Endi biz suhbatga qaytadan kelaylik. Tijoratni boshqadan boshlaylik. Anda bo'lgan bo'lsa, biz sizdan olmaylik, sizmi bizdan eling. Yanchig'ingizni yig'ib olgan, aldamchiqni yig'ib olgan narsalaringizni bizga tashlang, bizdanmi eling. Ma narsalarni bizdan olasiz deydi. Bu Cumhur'un yançıqdaki dollardan soğurup çıkarış. Muayyette Cumhur'un asta yenen çıkarış vatandaşlarımız. Şu bu yerde trilyon dolarlık ziyaret kelişimlerini imzalap gitti. Vay Trump degen bu dollar Trump. Ticaret kıldıgan Trump. Vay mana ticaret. Degen adamların ki devatkan sözlerden toğra hatalığı bayqay alaysız bu sözlerini anlısınız vatandaşlar. Anda qo'ygan bo'lsa vatandaşlarımız, yani 50 minutga berib ketibdi vatandaşlarımız. Mencha deydigan gaplarni asosliq deb bo'ldik deb o'ylayman. Men esimda qilishcha Norvegiyadagi josuslikni deb bo'ldim, Angliyadagi saylamni deb bo'ldim. O'tir Sharq rayoning o'zida Arab Birlashma Xalifligining 4-qator Eronning neft bazalariga bomba otganligini deb bo'ldim. Ham bu yerda xulosa muhim bo'lgan narsa, Hormuz bo'g'ozining uzun muddatli etilishdan kimga ziyon bo'ldigan, kimga foyda kelganligini deb bo'ldim. Foyda eng Amerika bilan Hindiston, İsrail'e Arab Birleşmiş Xalifligi bo'lganligini deb bo'ldik vatandaşlar. Va Trump efendimning qo'lidagi qanchalik ko'zirlar bilan bag'aligini deb bo'ldik vatandaşlarımız. Bugungi suhbatimiz mushadi bo'lsa vatandaşlarımız, YouTube kanalimga a'zo bo'lishni unutib qolgan do'stlarim bo'lsanglar, shu Erkin Ro'zi deb turib kirsanglar, shuncha qo'ng'iroqni taklif etib olsanglar, a'zo bo'lgan bo'lsanglar, xohlasanglar taqib qo'yishni unutib qolmanglar. O'zinglarga yaxshi asranglar vatandaşlar. Ailanglar, balaringlar xotirjam bo'lsin, kunlaringlarni yaxshi o'tkazinglar vatandaşlar. Yana ko'rishga aman bo'laylik. Xo'sh, Xudoga omonat.